Tizza og'rig'i, menisk jarohatlari uchun uy sharoitida juda ham yaxshi qo'llanma qarang. Oddiygina 1 litrlik baklajkaga issiq suv solasiz, juda ham issiq bo'lmasin. Pachaqlaysiz, xuddi shaklda tizza ostiga qo'yib, mana shunaqa qilib eng kamida 2 minut ushlab turasiz. Qo'lingiz bilan qattiq siqishingiz kerak, chunki ikki tizza bo'g'im orasi ochilgandan keyin og'riqlar kamayishni boshlanadi. Ya'ni ishqalanish kamayadi. Bu birinchisi qarang. Baklajkani qo'yib, keyin sochig'ini olasizda, barmog'ingizni uchiga qistirib, oyoqni tekis qilib mana shu shaklda ishlatasiz. Eng kamida 20 marta ishlash kerak. Chunki tizza bo'g'imi harakatlangandan keyin oradagi mushaklar baquvvatlashadi va og'riqlar o'z-o'zidan kamayishni boshlaydi. Bu mashqlarni bir kunda 3 marta, 4 marta ham takrorlashingiz mumkin. Juda ham yaxshi qo'llanma. Buni 3 kun, 4 kun, 5 kun, bir haftagacha davomiy qilsangiz, oyog'ingizdagi og'riqlar bartaraf bo'lib, qaytadan mushaklar tiklanishni boshlaydi. Agar sizga bu mashqlar ham yordam bermasa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Yuqoridagi nomerlarga Telegram orqali yozishingiz mumkin. Agar sizda umurtqa dischurrasi, grija kasalliklari, suyak bo'g'imi artroz, menisk jarohatlari bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Doimo sog' bo'ling, salomat bo'ling.